Assalomu alaykum. Akbarobod Shifo Fayz klinikasiga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa albatta hozir tanishtirib o'tamiz. Juda ham mutaxassislik shifokorlarimiz tashrif buyurishgan. Xudo xolasa hammasini bemalol vaqtimiz bor. Birdaniga tanishtirib o'tamiz. Mana doktorlarimiz. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisizlar? Sizlar o'tib ketgan ayyomlaring bilan. Opa mana tanishtiring. Qanaqa kasallar davolaymiz endi? Assalomu alaykum. Bizni klinikamizda yurak kasalliklari, terapevtik kasalliklar, tizza bo'g'imi, bo'g'im og'riqlari va nerv patolog xizmati, bel umurtqalari, bel og'riqlari, grijalarini davolash yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari fizioterapiya xizmatimiz bor. Kattalar va bolalar massajlari, zuluk, hijomi, barcha fizioterapevtik muolajalar yo'lga qo'yilgan. Ayollar massaj qiladi. Ayollar, erkaklar. Shuni siz inobatga olib qo'yasizlar. Mana bayt dam olib, mana yotib kech payt chiqib, mana dam olib o'tiradigan mana chiroyli gullarni qilib qo'yishibdi. Mana toza havo, dardga davo deydi. Televizorlarni ham ko'rib o'tirishaveradi. Mana katta otaxonlar bo'lsa, mana ikki chiqishib olib, kampiri bilan o'zim uchun yashaydiganda umr tugab qolmasin. Endi otaxon, onaxon kelib bemalol mana shu yerda davolanvorasizlar. Mana televizorlarda hali Astra Carrera, Herrera, Clara, Linda degan kinolar qo'yib berishadi. Bemalol tomosha qilaverasizlar. Yuring endi Otabek, billa yurib xonalarni ham mana xonalari sharoitlarini ham o'rganamiz. Sharoitlari hammasi mana chiroyli, juda ham go'zal, obod. Haligi yomon havo yo'qda, yaxshi havolar bor mana. Mana sharoitlarni ko'rsatib keting Otabek. Mana sharoitlarimiz, mana hamma yo'qlarimiz yaxshi, mana divanlar 4 kishilik, mana 4 ta odam yotsa bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol mana televizorlar ham bor ekan. Har bir xonada televizorlarga ham e'tibor beramiz. Televizorlar bor. Bemalol zerikmasdan otaxon, onaxonlar, misol ayollari bilan kelib bemalol yotsa ham bo'laveradi. Hamma muolaja xonasi ham bor mana. Yana qaysi xonalarimiz bor yana? Hamma xonalarimizni birdaniga tekshirib o'tib ketamiz. Xudo xolasa, masalan, tozalikka rioya qiling. Mana tozaliklar 5 bugun. Tozaliklariga 5. Qaysi xonaga kiraylik? Kiraylik. Bemorimiz bilan bir suhbatlashib ko'raylik. Qani, kiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tog'a? Assalomu alaykum. Tuzuymisiz? Charchamayapsizmi? Tuzuymisiz? Yaxshimisiz? Tuzuymisiz? Charchamayapsizmi? Nima bo'ldi sizga, tog'a? Men davlenim oshib ketdi. Davleningiz oshib ketdi. Davlenim oshib ketgandan keyin kelib ko'rsatdim. Yurak bezovta qildi. Yurak bezovta qildi. Shu. Hozir necha kun bo'ldi kelganingizga? 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. Hozir yaxshimi ahvolingiz? Yaxshi ahvol. Ancha yaxshi. Kelgan kun chataq edi. Doktorlar yaxshi qarashyaptimi? Zo'r yaxshi qarashyapti. Ukol, dorilar hamma yo'q o'z vaqtida bo'lyapti. O'z vaqtida, hamma yo'q o'z vaqtida. Endi hozir men bir narsani eshitib qolib keldim-da baytga. Narx-navo ham hamma klinikaga qaraganda arzon qilib beramiz. Unaqa baland bas, bemalol tashrif buyuringlar, cho'ntak hamyonbop qilib beramiz deyishyapti. Shu rostmi? Rost gapirishdi. Unaqa baland bas, narx-navolar. Yo'q. Xudo xolasa kelib bemalol davolasa bo'ladi. Rahmat, yaxshi. Sog'ayib keting. Yana necha kun yotasiz? Endi bilmadim, qachon yaxshi bo'lib javob bersa. Holatiga qarab albatta. Holatiga qarab yotadi. Xudo xolasa. Yaxshimisiz, aya siz ham tuzuymisiz? Rahmat, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog'ayib keting, tog'a. Rahmat. Tezroq sog'ayib, tezroq chiqib olavering. Esalomongina. Xudo xolasa ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Xudo xolasa, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Mana sharoitlarni ham ko'rsatib o'tib keting Otabek. Sharoitlarni hamma yo'qlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Tog'am uxlayapti-ku. Endi uxlaversin, bezovta qilmaylik. Uxlayotgan mana sharoitlar bemalol tashrif buyuraverasizlar, kelaverasizlar. Muolaja xonalari. Muolaja hamma anaqalar bor. Baytda hech nima olib kelmasa ham, hech nima olib kelmasa ham o'zlaringni hamma ukullar bor. Hamma hamma ukullar bor. Mana ko'rsataylik mana. Hamma. Massaj apparatlari bor, hamma yo'q bor. Unaqa haligi hech nima olib kelmay yotsalar ham bir hafta lecheniya olgani kelsanglar ham bemalol hamma yo'q o'zlaridan ovora bo'lib aptekaga borib dori ol,
tabletga ol yo'q, xudo xolasa hamma yo'qlari bor bemalol kelib yotib ketsalaring bo'laveradi. To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Mana xonalarda ham, gullarda ham hamma yo'qni ko'rsatib, 9-xonada odam bormi, yo'qmi? Yo'q. Bu tekshiruv xonasi, tekshiruv xonasini ham ko'rsatib bering. Otabek tekshiruv xonalarini ham bir chiroyli qilib hamma ko'rsin, mana bilsin, tozaliklari hamma yo'qlari joyida. Hech qanaqa ayib yo'q, boshqa yo'q. Bemalol ana suvlar ham chiqyapti, suvlarni ham ko'rsating, tomchilar. Mana bu yerda baliqlar ham qo'yib qo'yishibdi, baliqlar. Tillo baliqcha mana. Haqiqiy baliq bu ham, Otabek, haqiqiy. Ko'rib oling buni. Suvlar, qaranglar. Bu baliqlar. Oho. Mana. Mana bular ham mana eri xotin ekan, ikkovi kelishibdi bugun sayrga.